Obzor BMW emas. Bugun sizlar bilan Galaxy Note 10 and 10 Plus. Assalomu alaykum do'stlar, aziz yurtdoshlar. Tomosha qilayotganingiz Timur JM kanali va biz boshladik. Mening qo'limdagi Samsung Galaxy Note 10 Plus oltin rangi desak ham bo'ladi, ya'ni Gold Svet 4300 amper. Bu yomon emas. Operativniy pamyati 12 GB. Ichki xotirasi esa 256 GB. NFC-ni qo'llay oladi va 2 sim kartaga ega bo'lgan. Qualcomm Snapdragon 855 protsessori o'rnatilgan. Ajoyib. Azizlar, mana ko'rayotganingizdek hozir sizlarga bir uyingizga biror bir tasavvur qiling, xarajat narsalarning ro'yxatini tuzgandak, bu Note 10 ga ham bemalol kerakli mahsulotlarni yozib ketasiz. Masalan, 5 kilogramm piyoz osh yemoqchi bo'lsak, butun bir bayram uchun. Kartoshka 5 kilogramm. Keyingisi nima masalan? Nima esdan chiqdi? Guruch. Bir mayli maza qilsin 10 kilogramm. Ha do'stlar, uni saqlanib qilgan holda bemalol bozorga borib xaridingizni amalga oshirsangiz bo'ladi. Ishlashiga umuman gap yo'q do'stlar. Bahosi 89990 bo'lgandan keyin buni ishlashiga gap bo'lishi mumkin emas. Kamerasini sizga ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, endi bu ruchkani hozircha kerak yo'q. Keng uglda, keng burchakli video rolikda siz buni bemalol oldingi kamerasi, orqa kamerasini solishtirsangiz mumkin bo'ladi. Ekranning tiniqligiga kelsak do'stlar, dinamik AMOLED ekran. Bu juda ham kuchli, ajoyib tasvirlarni sizga taqdim eta oladi. Hozir sizga 2K, masalan, video Ultra HD dinamik AMOLED ekran. Bu do'stlar 89990 rubl, ya'ni 90 000. Xotirasi 512 GB esa 109990 rubl. Bahosiga arziydimi yo'qmi? Buni kommentariyada sizlardan kutib qolaman do'stlar.
Aziz yurtdoshlar, tomosha qilganingiz Timur JM kanali edi va videomiz so'ngida aytmoqchiman. Podpisatsiya tugmasini olib bosishni unutmang, chunki keyingi videoroliklarni o'tkazib yubormaysiz degan umiddamiz do'stlar. Sog' salomat bo'ling. Ko'rishguncha.